Chap biqin, o'ng biqin, chap biqin, o'ng biqin. Assalomu alaykum. Marojniy nech pul mana bunisi? Chiroyli qiz ekan. Yaxshi chiroyli qiz ekan. Bor gap ot. Gap otaymi? Ha, bor. Kasab yo'q. To'xta. Marojniy olyapti. Hozir tanishsam, keyin pulni menga to'latmasa, ketib olsin, keyin gap otaman. Kallang ishlaydi sen. Rahmat. Bor ketyapti, qara. Bor. Ho'kiz. Bor endi gapirmaysan, nima qo'tiribsan? To'xta, hozir kartochka piyoz olyapti. Hozir tanishsam, keyin pulni men beramanmi? Kallang ishlaydi sen. Shunga hozir o'zi olsin, pulni to'lasin, keyin borib tanishaveraman. Bor endi. Yur endi tanishib. Bor ketyapti. Bor tez. Qiz. Ya bu evizga kirib ketdi-ku. Yomon bir pas bo'lar ekansan-da. Bor ichkariga kir, lavash olib bersang, shu nomerini beradi. Bor. Rasxodda. Bo'ldi, shularni tayyorlab turing, hozir kelaman. Aka. Mana shu qiz yo'q qo'l tanishmoqchi edi. Shunga nima yeyapti, qimmatga narsa yemayapti, pulni o'zim to'layman. Yo'q aka, evsi 20 yillik munosabati bilan ikkita kombo chiqazganmiz. Tohir Sodiq kombosi, Husnorik kombosi. Husnorik kombosida tovuqli lavash, mojito, kartoshka free bo'ladi. Narxi 57 ming so'm. Tohir Sodiq kombosida macho lavash, Pepsi, kartoshka free bo'ladi. Narxi 71 ming so'm. Ikkalasi 128 ming. Zo'r-ku. Tabriklayman 20 yilliklaring bilan. Men evsirasi yaxshi ko'raman. Bo'ldi aka, to'layveraman. Bo'ldi aka. Yaxshi qiz, lavashlaringiz keldi. Qarang, rosa yoqib qoldingiz menga. Tanishsak bo'ladimi? Xafa bo'lmang aka, siz menga umuman yoqmadingiz. Rangingiz ham qop-qora ekan. To'g'ri qilsin. Tanishmaysizmi bilan? Yo'q. Bor yuqori. Oshdan o'l unda. Shotingni o'zing to'la. Nima bo'ldi? Yur lavashimiz jo'ra. Qiz nima bo'ldi? O'lsin shu qizlar. Hey aka, nima qilyapsiz? Tavog'ingni o'g'irlayapman. Ye, aka, unday qilmang. O'zi tovuqlarimni kreditga olganman. Aka, nima qilyapsiz? Telefoningni o'g'irlayapman. Jonim aka, bunaqa qilmayman, o'zi rasrochkaga olganman telefonimni. Ma. Rahmat aka, insofli o'g'ri ekansiz lekin. Aka, nima qilyapsiz? Boshlayni o'g'irlayapman. Ya qo'ying aka, unday qiynamang odamni. O'zim boshimda lizing olganman, qiynamang. O'chir. Aka. Aka. Chempion sandwich oldingmi? Sen bilasan nima ishda, ha? Bu zo'rda, bu Samarqandda, Buxoroda, Navoiyda, Qarshida sotilyapti-da bu, ha? Bu menga, davay sen uyingga so'ra. Qo'ying aka. Ya nima qo'ying? Ya seni nima muammoing bor? Nima bir rasrochkaga oldingmi? Nasiyo savdoga oldingmi sen? Nimaga olding? Dadam nomeriga qarz yo'llaydi. Ya. Ma. Tariqolingga. Ya tova qilib, o'g'irlik ham qilmay qopti-ku. Nima ish qilish kerak? Ya, hamma qarzga nasiyaga olgan. Ya men tikuvchilik qilaman ya. Kastimchim tikaman. Ana ishladi. Malades, barakatun. Aka, qancha bo'ldi xizmati? 150 ming. Ya aka, pul shart emas. Shu agar iloji bo'lsa, onda sonda ko'p emas. Onda sonda kelib ovqatlanib ketsam bo'ladimi shu restoraningizda? Bemalol aka, 24 soat xizmatdamiz. Gabi, qo'lim dard ko'rmasin. Rahmat aka. Gulim, xurustani baqalajondan oling. Tushunmadim yo'qki. Men o'yin tarz tuzatgan bolaman. Xo'jayiningga aytib qo'y. Ha, sizmi? Sizdan sotolmaydimi afsona? Vaqtida xo'jayiniga o'tkazib qo'ygan joyim bor. Serjor salatni oling. Bulbulim, ye gulim. Alo. Va bu ko'kchadagi qaldirg'och milliy taomlarmi? O'zi, xuddi o'zi. Ha, men unitazni tuzatgan bolaman. He, aka, qalaysiz? Aka, tredga chiqqan shashlik nonni orasiga tiqib berasizlar ekan-ku. Ha, hot-dog shashlikmi? O'shandan dastavka qilib. Bittami aka? Yo'q, 47 ta bu yerda bitta seli komanda ishlayapti qurilishda. Bo'pti aka, xo'p. Ke Robertjon bolam, ke. Ko'ryapsanmi, Robert xizmat qilyapti. Qaldirg'ochda fit million xil ovqat bor. Lebboy zakaz bergan, men yeriyman bugun. Seriozmi? Nucho. Yo'q ketasan. O'zingki? Yo'q dedim senga. Yo'q ketasan. Aka, men untazni qilib bergan bolaman. Bilaman. 150 ming edi, mana senga 200 ming xizmatingga haqda. Qaytib ko'zimga ko'rma. Sen bir unitas tuzatma ekan, jonimga tegdi. Sherxon,
Ha nima qildik? Ovqat zakaz qilaylikmi? Ha, Jumot ko'nmayapti. Gumma yeymiz, yur. Unitazing portlab ketib, tualetingga odam kira olmasin, o'lib ket. Yur, gumma yeymiz deyapman. Nima yemoqchi eding? Shashlik yeguncha mana uni ye. Ben sado kutmoqdaman. Dada, assalomu alaykum. Bola. Dada, faxriyorlik oldim. Nimani olding, bola? Subotniyda ikkita ishlaganim uchun zo'r ishlading deb berdi. Malandes, bunga bermadimi? Yo, bunga hech narsa bermadi. Buni dadasiga ham bermagan, bunga ham bermadi. Mana faxrim. Ertaga yana olib kelaman, dada. Yo, okey. Sog'indim mehringni. Adajon, yana sizga faxriyorlik olib keldim maktabdan. Ye bolajonim, nimadan olding endi? Doska bilan partani zo'r artganim uchun berdi menga faxriyorlik. Padaringga chalpak seni o'qituvchilaring faqat ishlatyapti, nima bola? Bu nima qildi? Bunga berdimi, yo'qmi? Bu boshqa maktabga ko'chib ketdi. Seni dadang ham ko'chib yurardi, xafa bo'lma, sen ham ko'chib yuribsan ekanda. Bor yo'qol uylaringga, bor yo'qol uyingga o'yna. Bor, hayda buni. Hayda buni. Dada, men ertaga yana bir faxriyorlik olib kelaman. Yo, olib kel bolam, endi bu safar sen ona tili matematikalardan ham ol bola, faqat ishlab olib kelyapsan bolam. Ben samo kutmoqdaman. Dada, yana faxriyorlik olib keldim siz uchun. Buni nimadan olding? Mahalladan damkon berdi. Daraxtlarni yaxshi oqlading bolam dedi. Yerlarni zo'r og'darganing uchun senga faxriyorlik beraman dedi. Pul olibga faxriyorlikni o'rniga 1000 ta faxriyorliging bor. Pul olibga menga. Nima qilaman faxriyorligingni? Buni borku, ani o'qigan iching o'tsa ani qilasan. Ye, amaki, assalomu alaykum. Sinfdoshingmi? Sen qanday unday bo'lding? Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Mana bu o'g'lingiz faxriyorlik olib kelgan paytingiz sizdan boshqa maktabga ko'chib ketgandim. O'shanda algoritm skulga o'qishga kirganman. Qanaqa skul? U yerda darsliklar bolaning qobiliyatiga qarab yo'naltiriladi. Malakali zo'r ustozlar dars beradi. Rus tili, ingliz tili, o'zbek tilida darslar o'tiladi. U maktabda mana bunaqa faxriyorlik bermaydi. Zo'r o'qigan o'quvchini 6 oyda bir marta chet elga sayohatga yuboradi. Keyin 11-sinfda ham imkoniyat bor. U yerga o'qishga kirsa, davlat institutlari, chet el institutlariga 100% o'qishga kirishiga kafolat ham beradi. Zo'r joy ekanda. Faxriyorlik nima qilayman dada unda? Hammasini yiqqan. 1 kilo go'sht olib kelcha qani ko'raylik beradimikan? Bu. Nima olib kelasan unda uyga? Qog'ozni to'ldirib. Makala turaga ber. Men ertaga Sog'indim mehringni, sog'indi yana va yana. Rasprodaja sale ketyapti. Rasprodaja. Assalomu alaykum akam. Assalomu alaykum. Okaginam, stil degan nimani tushunasiz? Kiyinishdi-da. Okajon, Makor brendimizdan hozir 40% skitka bo'lyapti, sale bo'lyapti okajonim. Razmeringiz necha okajonim? 2XL. Как раз mana sizga mos L razmerda Carlo Ancelottining mana shunaqa kurtkalari kelgan. Hozirgi issiq havoga juda mos tushadi. Ichi duxportni, ichi isitadi, tashqarisi qizitadi. Sizga vashshi yarashdi akam. aka zo'r yarashdi sizga lekin. Yarashdi-a? Necha pul bu aka? Okajonim, hozir bu $1000 sotilayotganda 40% skitkada $800 bo'ladi akam. Bir aylanib ko'rayman bo'lmasa. Menga soting agar bo'lolmasa. Bo'ldi, unda yeching aka. Yo'q, o'zim olaman aka. O'zim olaman aka. O'zi olar ekan, keting akam. Okajonim, yana adezlar bormi? Duogo'ylarga mana shunaqangi paltolarimiz bor. Luis Figo brendidan milliylashtirilgan, chiroyli, vobshe chotki turadi okajonim. Buni 1.5 sotyotgandik. Hozir 950 bering akam, 40% skitka. Sal qimmat. Aka bo'lolmasa men olaman otam uchun. Yo'q, men olaman, Bo'ldi, unda okajonim, kassaga pul to'laysiz, nakopetilingiz bormi? Yo'q. Nomeringizni aytasiz, nakopetilni beradi. Mana 5000 so'm pulingiz qaytdi akam. O'sha ko'ryapsizmi? Rahmat. Keling akam, keling. Jo'rajonim, kiyimni kuchugini oldim. Bu dadamga, bu o'zimga. Skitkada 2000. Qancha? $2000. To'poymisan sen? $2000 butun boshim magazin beradi-ku. Va bu Carlo Ancelotti brend. Qanaqa musor bu? Yur baqa. Mana $2000 Inbazarda butun urug' aymog'ingga kiyim olsang bo'ladi. Mana narxini qara. Rubashkalar qara 250 ming so'mdan. Sifatini ko'ryapsanmi? Zo'r-ku bu. Sen olgan narsangni qara. Bu yoqqa. Mana bu shimni qara. 179 ming narxi. Yo'q. Mana bu kepkani necha pulda bo'laysan? $200 da? Yo'q, 57 ming. Yo'q. Bu Inbazarda dazmol ham bormi? Ha, mana narxini qara. 244 ming so'm. Vobshe zo'r-ku. Inbazardan o'zingga nima kerak bo'lsa, lipoyni topishing mumkin. Narxi ham vobshe arzon. Boyagi ikkita musor narsangni necha pulga olding? $2000 ga. Battar bu. Yo'raman o'zi bor-ku.
Распродажа, salya. Manga qara, insofsiz mashinnik. Nima demani aldab kiyim sotding? Yo okajonim o'zingizni bosib oling, nakapitilni 5000 tashladingmi? Ha. Bizada hammasi halol akam. Aka lekin sizga juda ham yarashdi kiyim. Bo'l qo'y, bu boyagi odam aldagan odam emas. Klientman. Yaxshisan? Qo'y bu. Aytdim, yuzi tanish qanaqadir. Ha, yana nimani boshlading sen? Pul yig'ib qo'yganman. Marojxona ochmoqchiman. Sezon kelyapti-ku, boyib ketaman. Sen jinnimisan, Bobur? Biznesmi shu marojniy ham? Normal biznesga puling bor ekan-ku. Bo'lmaydimi bu? Bo'lmaydi bu. Normal ish boshla. Nega mana marojniy arzon bo'lib ketdikalarim? Ha, makaron-kallar. Bu meni ideyam-ku. Yo, qanaqa san idea? Men 4 yil oldin plan qilganman buni, Bobur. Asan menga bu bo'lmaydi deganding-ku. Mana bo'lyapti-ku. Hali shunaqami? Men pulimga Cobalt olaman, taksichilik qilaman. Ana zo'r biznes. Sen jinnimisan, Bobur? Cobultdan moshimni bo'lmaydi, Cobalt. Bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Aka, assalomu alaykum, Shotir Ustomulla aka. Jimbosh! Ideyam o'g'risi! Bizdan shot qancha bo'ldi aka? Ha, yo'q aka, blogerlarning hurmati bor, pulingiz kerak yo'q, pulni olmang. Hop, Yo'q, kelib turing aka, ijodni bosing. Rahmat aka. Do'stim, xudo beraman desangiz gapmas ekan. Qarang, omadingni. Harakat qilamiz sizga. Gap yo'q. Shuni mana sotdilarmi? Yo'q, bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Qancha bo'ldi, brat? Yo'q, aka, siz vaynlaringizni ko'rib maza qilamiz. Sizdan pul olsam endi uyat bo'lar, aka. Addishi rahmat aka. Do'stim, onang nima deb duo qiladi? Meni ham duo qilsin. Men pul bermayman shunda. Yo'q, bo'ldi. Gap yo'q, foizingni bersin. Rahmat aka. Ha? Rahmat. Jo'ra sifat shirinliklardan oldim. Sen reklama qilasan, hozir bu trenddada. Jigar buni besahri ham bor. Sahri borlar ham bemalol yesa bo'ladi. Yo'q. Aka qancha ekan bu? Sizlarga tekin aka. Akam hurmatlari bor, videolarni maza qilib ko'ramiz. Rahmat aka. Do'stim, videolarni yorib yuborasan, inshaalloh bu paxta emas. Lekin ideya qayerdan keladi, Jo'ra? Yotib qilaman. Yasha, Jo'ra, yasha. Aka, kiyimingiz qancha bo'ldi? Aka, sizlardan 2 milliondan 4 million so'm. Pul olasizmi? Ha, olaman. Bu bloger-ku, mashhur bloger bu. Qani, ochkini iching. Ha, mana. Ha, bir ikkita bachkana videolarini ko'rganman. Mayli, 20 ming so'm o'tib beraman aka. Mana bir kishiga olib qoling aka, o'zimga. O'zingga to'layapsanmi? Ey, bachkana. Sen normal ijod qilsang o'ylasanmi? Tushunmadim men senga. Boy zo'r olasan, onangdan qanaqa duo olasan deb o'tiruvding-ku? Tekinga yuruvdim-da yoningga shunday deb maqtab. Senda qalani bor-ku. Nima olyapsan sen o'zi? Ijod qanday bo'lyapti? Kelmayaptimi ideya? Normal kontent olyapman. To'g'ri, normalnisini qil. Ammo 5 qo'l barobar emas. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Jo'ra nima? Hammaga yo'q. Hammaga yo'q. Yo'qsang hammaga yo'q. Sifat, shirinliklar sehri. Namyongir. Okay, namyongir. Ay, yuz chaqdi. Komilaxon hamma yo'qmi? Hamma yo'q. Mana bilan yurasizmi yo'qmi? Yurmayman. Men menga yopishyapsiz, tintak bo'lgan. Orzularimda borsan. Cho'ganmi bu? Qoningni ichaman hozir. Sizga emasman, qonimni tishlaymi? Qoning chiqib tashlayman. Hamma yo'qmi? Sevgiga javob ber. Yo'q. Jo'ram mana. Sig'di yo'qmi? Bobur to'g'ri qilib, iltimos hamma qarayapti. Tushunayman. Nima sen menga kanada yopishib olgansan? Yo'q, kanamisan? Kanamisan? Ay. Aveli. Kanat ishlagan ekanda mana. Qoch. Ya kanat ishlagan mani. Voy, og'riyapti lekin. Kanat ishlagan mani, kana. Qorin och. Magazinda hamma narsa bor, lekin pul yo'q. Bodringizam. Tuz yo'q bunga. Kechirasiz aka, tashqarida o'tirgan bemi siznikimi? Ha, meniki. Shunday olib turing, chiqib ketay aka. Aka, shunday narsalarni olaman. Pulni BMWdan olib kelib beraman, maylimi? Bemalol aka. Akam 4 ta chempion sandwich upakovka qilib bering. Xo'p, bo'ladi aka. Oilaviy imzoda bu zo'rda.
Yaxshi ketyaptimi bundan? Da. Kechirasiz aka, Mercedes GLS 350 BMW 8 sot sizdan emasmi? 300kami? 300 ga o'g'irlaysiz. Bo'ldi, olaman. Akam, shu narsalarni olib chiqaman-da, mashinadan pulni olib kelib bersam bo'ladimi? Bekorlarni 5 tasini aytsin. Turi qo'l ikkalang ham chiqib ket. Aptingni qara. Voy, bo'lmish. Bespрошатно. Qanday jilesiz Mercedes Benz X6 qanaqa mashina? Sen to'poymisan? Ya men turishimda Mercedes kim ishonadi? Orzu qilishga. Orzularing bisyor.